Qizlar chaqaloqlarga 0+ bo'ladigan D3larimizni qaranglar. D3 400 dozirovkali Carlson brendiniki juda ham yaxshi, zo'r so'riladi. Tez rahitlarni oldini olib beradi va rahitga chalinmaydi farzandinglar agar bersanglar. Bu yog'li variant bo'ladi. Bitta tomchida 400 dozirovka bo'ladi. Vegantol 500 dozirovkali yog'li variant bo'ladi. Bu Germaniyaniki qizlar. Nalichimizda 2 dona qolgan. Juda ham zo'r. Rosa ham sifatlari zo'r 27-yilgacha. Bu aptekani Vegantolidan ancha muncha zo'r qizlar. Bu yog'li variant. Aptekaniki ham yog'li variant bo'ladi. Boshqacha upakovkalari ham boshqacha bo'ladi ularniki. Bu germanskiy. Keyin qizlar Baby D3 bu ham yog'li variant. Bitta tomchida 400 dozirovka. Juda ham zo'r. Bu ham 0+ qizlar bemalol bera olasizlar farzandinglar. Endi tug'ildimi bersanglar bo'ladi. Hammasida ham alkogoli yo'q. Umuman tarkibi faqat yog'li bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. MCT yog'lida yoki kokosovый yog'da qilingan bo'ladi ko'pi. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Bu ham dozirovkalar yozilgan.